Assalomu alaykum. Mani nur yuzlilarim. Mani kuzatayotgan, oldindan tanigan yoki endi taniyotgan opa, singillarimiz. Xo'p, bugungi sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim, sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim bu aslida mani kayfiyatimni tushiradigan, ba'zida shu mavzudan boshqa mavzu yo'qmi deb odamni xafa qiladigan xiyonat mavzusi. Bilaman, bu mavzu siyqasi chiqib ketgan mavzulardan, lekin ming afsuski og'riqli mavzulardan biri. Oila mutaxassisi bo'lganimdan keyin munosabatlar borasida keladigan nur yuzlilarimdan hozir men shunaqa aytaman, ham kulgili deymizmi, buni ham yig'lash deymi, bilmayman, nima qilishni bilmaysiz. 3 ta ayoldan 2,5tasi xiyonatdan ozor chekyapti. Shu borada xiyonat o'zi nima? Nima uchun bu narsalar bizani hayotimizda juda ko'p kelyapti? Bu borada juda ko'p izlandim, o'qidim, ustozlarimizdan so'raganlarim va nihoyat men bunga yechim topdim. Nur yuzligim, keling, xiyonat o'zi nima? Gaplashib olamiz. Men siz uzoq vaqt siz vaqtingizni olishni ham xohlamayman, gapni aylantirishni ham xohlamayman. Keling, gapni indallosi. O'zim mana shu mavzu haqida umuman gaplashishni xohlamay qolganman. Chunki buni gaplashdan ko'ra hal qilishimiz kerak. Buni hal qilamiz, shundagina yo'q bo'ladi bizning hayotimizdan. Keling, xiyonat o'zi nima? Bir ayol uchun xiyonat, agar siz aynan mana shu vaziyatda turgan bo'lsangiz, o'zingizni taftish qiling. Turmush o'rtog'ingiz boshqa bir ayol bilan aloqasi, don olishib yurishi, ma'shuqasining borligi yoki yana nimadirlar bo'lsa, xiyonat deb mana shunday holatga aytiladi. Xiyonat bu do'stingiz bilan, jigaringiz bilan, opa-singlingiz bilan ham, dugonangiz, sinfdoshingiz, hamma bilan, hamkorlaringiz, ishxonada, hamma joyda bo'ladi. Xiyonat o'z nomi bilan xiyonat. Keling, xiyonat o'zi nima? Erkak ayol munosabatda tushuntirib beraman. Sizga aqlingizga teran yetib borishi uchun. Demak, turmush o'rtog'ingiz ko'chadan bir ayolni, o'sha sevgilisi bo'ladimi, don olishib yurgani bo'ladimi, bilmayman kim, ko'chadan olib kelib, sizga, yoningizga olib kelib, uyingizga olib kelib, onasi yoki xotinjon, men bugundan boshlab bu bilan yashamoqchiman, butun oilam hozir buni tan oladi, san bor ko'chaga chiq deb sizni tasavvur qiling. Bu real hayotda aytyapman. Majoziy ma'nosini tushundirmayapman. Olib kelib, uyingizni ichiga olib kirib, sizni o'sha joyda, o'sha oyoq yalang yoki farzandlaringiz bilan bitta kiyimda shundoq sizni ko'chaga otib yuborishi xiyonat deyiladi. Va bunaqa menimcha erkak bilan yashashingizdan ma'ni mantiq yo'q. O'sha bu erkakni siz kechirmaysiz ham va erkak sifatida bunaqa insonlar sha'niga dog' tushirgan bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi? O'zingiz tasavvur qiling. Siz ko'chadan olib keldi o'sha ayolni, uyga olib kirdi. Bir kunda hamma oila a'zolari uchun bu unga ayollik bo'ldi. Sizni 10 yillik taqdiringiz bormidi, 3 oy bo'lganmidi turmush qurganingizga, 1 yil bo'lganmidi, 22 yilmi farqi yo'q. Sizni o'sha kunda ostonadan olib chiqib, sizni bir kunda farzandlaringiz bilan otib yuborishi bunga xiyonat deyiladi. Lekin men qabulimga kelgan o'rtahol ayoldan zodagon ayolgacha, deylik, o'rtahol erkakni ayolidan badavlat ayolgacha birontasini turmush o'rtog'i shu ish qilganini eshitmadim. Ya'ni meni oldimga o'sha insonni olib kelib, meni uydan haydab yubordi degan gapni eshitmadim. Men bu yerda hech biringizni turmush o'rtog'ingizni qarindoshi emasman. Men mutaxassis sifatida sizga ko'zgu tutyapman. Nur yuzligim, sizni hozir telefonda SMS-ni ko'rib bo'yningga olasan deyishingiz yoki SMS orqali yoki bo'lmasa bitta restoranda qaysidir dugonangiz ko'rib qolib sizga lokatsiya tashadi, yetib borganingizda u bilan chiqib ketgan edi. Bu orqasidan josuslik qilib yurib tutolmayotgan paytingizdagi holat bu xiyonat deyilmaydi. Bu turmush o'rtog'ingizni o'zini sha'niga nisbatan zinosi hisoblanadi. Erkaklikka zinosi. Robbisi bilan o'zini o'rtasidagi imtihoni hisoblanadi. Ya'ni u Robbisini emas, shaytonni tanlagani uchun. Ya'ni u shahvatiga, nafsiga qul bo'lgani uchun u o'zini imtihoni. Agar sizga rostdan ham ko'chadan bir ayolni olib kelib, qanchadir bu insonga sarflagan mehnatingiz bor, umringiz bor, sizni bir kunda ko'chaga irg'itib yuborgan bo'lsa, olib chiqib tashagan bo'lsa, bu xiyonat. To'g'ri, bunga xiyonat deymiz. Lekin o'zini telefonida yozishib yurgani-yu sizdan pinhona berkitib, yo'q meni hayotimda hech kim deb yolg'on gapirib himoya qilishi aslida sizni asabingizni himoya qilyapti.
nima qilasiz? Men savol beraman. Ha, bor hayotimda kimdir desa nima qilasiz? O'ylab qolishadi-da, urush qilaman, hech narsa qilmayman-ki. Kerakmi shu narsa? Xiyonat nima ekanligini va zino nima ekanligini yoki erkakning xatosi nima ekanligini farqlab oling. Buni nima uchun aytyapman? Xiyonat deb gapiraversangiz, ozgina sahna ko'rinishini ham xiyonat deb ursangiz, marhamat tayyor turing. Tayyor turing, haqiqiy xiyonatga tayyor turing. Men o'shani tanlayman, men ketdim deyishiga tayyor turing. O'zingiz bu narsani realizatsiya qilasiz hayotingizga. Tayyor turing, farzandingiz sizga xiyonat qilishini. Tayyor turing, biznesdagi hamkoringiz xiyonat qilishini. Tayyor turing, opa-singlingizdan tortishni. Nimaga? Chunki siz xiyonat ko'rdim deb o'zingiz bilan o'zingiz takrorlab yuribsiz. Lafzingizdan chiqqan har bir gapning ijobati bor. Siz mukammal beradigan zotga yo'naltiryapsiz bu gaplaringizni. Yo'q, men u ma'noda emas degan gapingiz o'tmaydi. Bilingki, siz oddiy bir sahna ko'rinishidan mayli, unga uy-joy qilib bergan bo'lsin, bolalarimning rizqini unga tashlayapti, bu boshqa mavzu. Ding, unga qilib beribdi, unga deysiz, lekin u erkakning nomardligi o'zining imtihoni, sizniki emas. Bu yerda darrov indiskiy kinolardan motivatsiya olib, turk seriallaridan motivatsiya olib, bunaqa sahna ko'rinishini olib kelmang hayotingizga. Tinchgina sizdan berkitayotgan o'sha turmush o'rtog'ingizni betini ochmang. Yuzsizlikkacha borishiga yo'l qo'ymang. Bo'yningga olasan deb takrorlayversangiz, bir kun oladi o'sha odam bo'yniga. Keyin nimaga erishasiz? Betini eshakni terisiday qatirib qo'yganingizdan keyin nimaga erishasiz? Ha, bor hayotimda, chidasang shu deyishi mumkin. Yoki nima qilasan, men o'ldirib yuborasan, nima qilasan men? Men qo'yib yuboradigan xotinim yo'q. Mayli, sen ham betda yashayver, men Nargisi bilan yashab yuraveraman. Agar shuni xohlasang, kerakmi sizga shunaqangi noto'g'ri hayot? Nurizligim, bu narsalarni men osmondan olayotganim yo'q. Bu minglagan taqdirlarda kuzatilgan jarayon. Xiyonat o'zi nima va buni kalimangizda doim gapirib yurishdan ehtiyot bo'ling demoqchiman. Hozir men aytgandek, sizni shundoq ko'ksingizdan olib itarib bormagan bo'lsa, demak bu erkak nimadandir qo'rqadi. Ha, nafaqat sizga bu holat bo'yicha aytmoqchiman, balki siz xiyonat deb noto'g'ri nom berib qo'yib, hayotingizga boshqa joydan, farzandingizdan, jigaringizdan, boshqa narsalardan xiyonat topmang. Ehtiyot bo'ling. Chunki bizning gapimizni har biri u yoqdan mukammal keladi bizga. Ehtiyot bo'ling. Ha, turmush o'rtog'ingizni oqlash kerak emas. Uni o'zini xatosi, uni vijdoni, iymoni o'zini va Robbisi o'rtasidagi imtihoniga qo'yib bering. Ketidan josuslik qilib, men oxirigacha boraman deydigan ayollarimizni oxirida eshitadigan gapi yo turmush o'rtog'idan javobini olishi mumkin, yoki uni eng oxirgi qadrsizlik darajasiga tushishingiz mumkin. Nurizligim, siz bunaqangi muammolardan balanddasiz. Siz o'zingizni turmush o'rtog'ingizni bu holatidan chiqib ketishiga qo'lingizdan kelsa yordam bering. Bunga qo'lingizdan kelmasa o'zingizni yuksaltiring, rivojlantiring. Qachongacha siz xiyonat, qaynonam unday dedi, bunday dedi, oilaning ichidagi men bu kichkina pastdagi muammolar bilan o'zingizni yer bilan yakson qilasiz. Axir oila bir ayol uchun muqaddas jarayon. Ilhom oladigan, jamiyatdagi ham o'zini o'rnini oilasidan ilhom olib, xotirjamlikda mazza qilib dam oladigan dargohi bu oilasi. Va mana shu oilada o'zingizni xotirjamligingizni, ichki ishonchingizni, ichki sakinatingizni o'rnatishingiz ham ilm deyiladi. Bir ayolni muqaddas o'rnini egallashi ham juda katta ilm bor tegida. Nurizlilarim, ayol sifatida o'sishni, rivojlanishni, oiladagi o'zingizni, o'rningizni egallab bir baxtli ayol siymosini yaratishni, nafaqat oilada qadrlanishni, balki jamiyatda ham o'z o'rningizni topishingiz uchun bitta loyiha yaratganman. Baxt formulasi deb nomlangan bu ajoyib loyiham 8 ta moduldan iborat. Ya'ni aybdorlik, o'tmishdan ozor chekishingiz, biz bilamiz, o'tmish biz bilan har doim birga. Va uni qachonki biz ongli ravishda qo'yib yuborganimizda, atrofdagi insonlarni ayblashni to'xtatganimizda va aynan oiladagi munosabatlar, er-xotin munosabati, bu yerda ko'pchilik ayollarimizga tanish bo'lgan, balki notanish bo'lgan ayollikning nafosat ilmi, geysha sirlari haqida va er-xotin pul munosabati,
aynan sizni ishxonadagi, karyeradagi hamkorlaringiz bilan birga bo'ladigan munosabatdagi ham go'zal yechim haqida bilimlar beriladi. Bu kursimda ishtirok etishingiz uchun mana shu video ostida havola va telefon raqamlar qoldirganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nurizligim, barcha muammoni yechimi siz bilan birga. Orqasida ham emas, oldida ham emas, uzoqroqda ham emas, yonida turibdi. Hayotingizda biron bir vaziyatda qiynalyapsizmi? Chalkash o'y-xayollar sizga ozor beryaptimi? Demak, buni ustida ishlash kerak, rivojlanish kerak, yuksalish kerak. Einsteynning bir gapi bor. Siz hayotingizga tortgan, rivojlantirgan muammoni, ya'ni shu ongingizda hal qila olmaysiz. Ya'ni bir inson o'laroq hozirgi muammolarni girdobida turgan bo'lganingizda, bu ongingizni boshqatdan o'zgartirmasdan, fikrlaringizni o'zgartirmasdan hal qila olmaysiz. Bir so'z bilan aytganda, muammoni hozir yaratgan ongingizda hal qila olmaysiz. Yechim nimada? Ilmda, o'zgarishda, o'zini o'rganish, o'zini isloh qilishda haqiqiy yechimni topasiz.